Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi darsimiz veb-saytga, ya'ni veb-sahifamizga internetdan ikonkalarning kodini olib o'tish bilan bog'liq bo'ladi va unga o'lcham berish, rang berish yoki ranglarini o'sha veb-saytni o'zida tanlab kodini aniqlashtirib olib o'tib qo'yishni o'rgatib o'taman. To'g'ri, videorolik qisqa bo'lishi mumkin, lekin sizlarga foydali bo'ladi degan umidda. Bo'lmasam gapni qisqa qilgan holatda darsimizni boshladik. Birinchi bo'lib, veb sahifamiz uchun fayl ochib olamiz. Uni biz ekranga ham ochaveramiz. Hamma bilganidek Visual Studiodan foydalanamiz. Hop, unga index.html deb yangi fayl yaratamiz va doimgi birinchi kiritiladigan kodlar. Endi nima qilamiz? Biz Google Chrome'ga kirib, bu yerga cdngs mana xuddi shu qidirishga kiritgan so'zimni yozib, enter tugmasini bosasizlar va birinchi chiqqan saytga kirib, bu yerda ham qidiruv mana search form deyapti. Xuddi shu yerga font awesom deb yozasizlar. Font awesom. Mana shu xuddi shu ko'rinishda yozib, enter tugmasini bosasizlar va qidiruvga beriladi va bu yerdagi birinchi kutubxonani mana bu yerda o'zi copy URL deyapti. Bu copy URL ustiga bitta bosasizlar. U o'zini silkasini o'z-o'zidan sizga nusxa qilib oladi va Visual Studioga o'tib hit tagining ichiga joylashtiramiz, chunki bu link qanaqa tag emas, o'shaning uchun hit tagining ichiga linklarni joylashtiramiz. Bu yerda hozir boshqa narsani saqlab o'tib copy URL bo'ldi. Yana bo'lmayapti. Font awesom. Nima sababdan bunday bo'lganini ham ko'rib chiqamiz. Saytga o'tdik. O'chirib umuman boshqatdan kiraveraylikchi. Nima bo'ladi? Yuklab olmagan. Katta harf bilan yozib ko'rdim, e'tibor berasizlar. Birinchi kutubxona. Bu yoq bo'ldi. Odatda linkka qilmasdi-yu, lekin linkka qilsalaring hisob bo'lsa kerak. Hozir ishlatib ko'ramiz va ishlasa like tugmasini bosib qo'yasiz. Endi bu holatda linkini tashlab oldik. Ishladi degan umiddaman. Hozir bir ko'ramiz, ishladimi yoki ishlamadimi. Yangi o'sha Chrome'ga yangi o'sha ekran ochasizlar, oyna ochasizlar va bu yerga cdngs'ni kutubxonasini qidirgandek font awesom deb yozasizlar. Unda orasini ochib yozamiz. Birinchi chiqqan sayt va buni ustiga bosamiz. Bu bizga xuddi mana shunday saytga olib kiradi. Bu yerdan icons bo'limini yoki bittagi search tugmasini bosamiz. Va bu yerdan qidirishga bizga kerak bo'lgan istagan ikonimizning nomini yozamiz. Misol uchun bizga kerak bo'ladi letter deylik, ya'ni bizga harflar kerak. Qidirishga berildi. Va bizga mana harflar keltirib chiqarib berildi. Istagan turdagi harflarni ishlatishimiz mumkin, istagan turdagi ikonlarni ishlatishimiz mumkin, faqat Pro variantlari pulli bo'ladi. Buni hamma bilsa kerak. Shuning uchun biz hozirda
tekin bo'lgan variantimiz va HTML kodi bor. Web Awesome, SVG yoki React holatlaridagi kodlarni sizlarga beradi bu yerda. Istaganlaringni olishlaring mumkin va joylashtirishlaring mumkin. Shunchaki kodni ustiga bossak, bizga kopiya bo'ladi. Keyin HTMLimizni ichiga Ctrl V tugmasi orqali buni joylashtiramiz. Va bu ishlashi kerak. Hozir saytimizga o'tamiz. Ishlayapti. Demak, biz olgan URLni linkni ichiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana endi bunga size yoki color berish qanday bo'ladi? Bunga color berishdan oldin stil qilib Mac'ga CSS nimasini ochib olamiz. CSS buyruqlar berish uchun stilni ochib olamiz va bu yerga biz istagan holatda o'lcham berishimiz mumkin bo'ladi. Font size'ni biz 30 piksel berishimiz mumkin. Turibsizlar, u kattalashdi va color'ini berishimiz ham mumkin. Color misol uchun teal bo'lsin. Rangi o'zgargan. Ko'rib turganlaringdek, mana bu linkni, xuddi shu silkani link ochib, o'shaning ichiga tashlaymiz ekan, keyin ishlaydi ekan. Bu narsani ko'rib chiqdik va bu yerda rangni o'zingiz kiritmasdan bu yerdan rang tanlab olib o'tsangiz ham bo'ladi. Mana xuddi shu holatda tavsiyaga o'tdik. Mana bu yerda show styling tools deyapti. Mana shu yerdan istagan ranglaringga o'zgartirib olishlaring mumkin. Ko'k, mana yoki mana bu yerdan tanlab olishlaring ham mumkin. Mana shu holatdagisi kerak va bu tealga yaqin bo'lib qolyapti. Mana bundayroq qilaylik. Boshqacha bo'lsin. Mana o'zgardi. Xuddi shu kodni endi shunchaki bitta ustiga bossak, biz qilgan ish mana stil ochilgan va ichiga color berib, rangimizning kodi kiritib qo'yilgan. Shunchaki biz qilgan ish, faqat buni o'zimiz qilmasdan mana shu yerdan o'zgartirib olsak bo'ladi. Va mana xuddi shuni pastiga yana tashlayman va o'tib ko'ramiz. Degan mana. Endi mana shuning ichiga ham, stilning ichiga font size beraveramiz. Chunki u ham stil baribir. Endi bunga 60 piksel beramiz. Bundan sal kattaroq bo'lib ko'rinadi. Mana ikkalasi ishlagan holatda turibdi. Video darsligimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Obuna bo'lish esdan chiqmasin va like tugmasini bosing.